Assalomu alaykum, kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz yangi qurilgan 5 qavatli binoni 4-qavatida 3 xona 86 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tamiz. Yevro remontdan chiqqan pat kurush holatda. Yurib turganingizda aldaram parkovочный mestalari bor, mashina qo'yadan, bedasa balonoyda o'yingohlari, bisetkalardan ega. Ajoyib mestada, manejning yonida, hurmatli obunachilar, yangi domda 4-qavatda zo'r mesada joylashgan. Bu yerda bilasizlar, suv, svet, gaz, transporti ishdan muammosi yo'q. Zo'r mesada joylashgan. Qani yetib birgalikda ko'rib, tanishib o'tamiz. Kvartiramizga yetib keldik. Liftli dom ekan, 4-qavatda, 5 qavatli binoni 4-qavatda. Yana prixожий zonalari katta tushgan, devorlar chiroyli qilib remont qilganlar, Yevrosilda lyustralar asilgan, neobishni chiroyli qilgan. Oyoq tegadigan laminatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yaxshisini yayganlar. Sifatli vajlarni ishlatganlar hamma. Kafellar ham yana ko'rib turganingiz, bu yerda radiatorlari bor, ishlarimiz ham ajoyib ishlarda. Ko'rib turganingiz, damir ishlarimiz sifatlisidan qo'yganlar, koronal ishlar ham o'rnatilgan, daborlar ham qo'yganlar, yana ko'rib turganingiz, atqo'za dabor ham qo'yganlar. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Bog'cha maktablar ham yaqin, ishlar ham zo'rinda qo'yganlar, koronal ishlar ham bor. Bismillah başımız senin birimiz 3'e 5 yarım razmede balkon kısmı var, radiatorlar koyulgan, divarlar aboy. Bir işxonamiz aboy qilingan, hurmatli vatandoshlar. Lyustralar asılgan. Hem balkon ham bor, ajoyib xonadan, laminatlar ham yaxshisini yayganlar. Tarafimizda esa hojatxonasi bo'ladi. Hojatxona отдельный, yumush xonasi отдельный. Ayaklarım, divarlarım kafel olan patologdan natija rakovina, unitaz, qo'yilgan suv nasosi ham qo'yilgan, suv счетчиklari ham bor. Bu tarafimiz ikkinchi xonasi, talabamiz spalni. Kattalar uchun 3'e 5 yarım razmerde divarlar pepinli svetda ajoyib sifatli vajlardan ishlatilgan. Lyustralar ham osilgan, oltin svet polasalar ham tashalgan, ramkalar, karnizlar qistilgan, radiatorlar bor. Yangi domda 4-qavatda liftli domda. Manijanda. Bu tarafimiz yumush xonasi bo'ladi. Yumush xonamizda oyoq teglari kafel, vannalar qo'yilgan, kafellarimiz sifatlisidan ishlatganlar. Bu yerda rozetkalar ham bor, radiatorlar qo'yilgan. Kanalizatsiya montajlari ham полный bo'lgan. Главный dokument ham tayyor, 100% to'g'ri aldansa o'tadi. Endi daborlarni qo'yib qo'ydilar. Zalimiz 4-5 razmerda, svetlar ham neobishni chiroyli svetlardan bo'lganlar, lyustralar asilgan, galogillar ham qo'yilgan. Keng ekan zalimiz. Bu yerda suv, svet, gaz, transport hech narsadan muammosi yo'q. Magazinlar, Dehqon bozor ham yaqin. Azizlar, Dehqon bozor ham 5-6 minutda borasizlar. Yonidan marshrutlar o'tib yotdi. Qo'la ko'pir ham yaqin. Bunday ajoyib mestada joylashgan. Birimiz oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz ham kichkina emas, 370lar bor. Zamonaviy duxontan настенный отоплениyalar qo'yilgan. Bu yerda stabilizatorlari bor. Radiatorlar, aynalar plastirlandan, podogонник ham qo'yilgan. Bu yerda kanalizatsiya montajlari bo'lgan. Üstü so'su to'shchalari bor. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, kvartiramizda место положениясini eslatib o'tadigan bo'lsak, Manejanda yangi qurilgan 5 qavatli binoning liftli 4-qavatida 3 xona 86 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tdik. Yevro stilda remont qilingan. Dokument ham 100% tayyor. To'g'ri adlansa o'tadigan notariusda. Kimlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar, kelib ustida savdolashib olishlar mumkin. Hammaga sog'lik va omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.